Assalomu alaykum Qo'qon Qulupnoy muxlislari. Mana bugun biz 21-sanadamiz, 2026-yilda. Xullas hozir biz issiqxonadamiz va mana Qulupnoylarga hozir biz o'g'itlash video, ya'ni o'g'itlashni qanday qilishni ko'rsatamiz mana. Biz 1 tonna suvga 2 kilo kalsiyni berib, pH metr bilan, pH metr bilan o'lchayapmiz. Keyin hosil bo'lgan suvdan qulupnoylarimizni tomiriga, ya'ni qanday tomchilatib beryapmiz, sug'oryapmiz. Tayyor. Ketdi. Mana 1 tonna suvimiz tayyor. Biz shu bilan qulupnoylarimizni tomiriga beryapmiz. Xullas hozirgi bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalga obuna bo'lishni va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan